Odamlar eshitmadim demanglar. Srochna. Meni gapim yerda qolmabdi. O'zbekistonga 7-avgust kuni primadonna shoulari bilan Jennifer Lopez kelyapti. Gostinitsasi borlar, turizmda shug'ullanadiganlar, hamma yo'lda tayyorlab, butun dunyodan turistlar uchib keladi. Biletlar sotilib ketadi, voydod. Voy, Jennifer Lopez kelyapti. Meni gapim yerda qolmabdi. O'zbekistonga Jennifer Lopez kelyapti. Videoyimni hamma yoqqa tarqatinglar, hamma ko'rsin. Butun dunyoga tarqatib yuboringlar. Bizga O'zbekistonga Jennifer Lopez kelyapti shousi bilan. Hozir stadionda ko'rishyapti. Proverkadan o'tkazgandan keyin уже официальный объявление chiqadi. Voydo! Hamma ko'rsin, tarqatinglar. Biz O'zbekiston Yevropaga qarab ketyapti. Juda ham xursand bo'lib ketdim. 7-kuni zakulisida ko'rishamiz. Asallarim, sizlar ham xursand bo'linglar. Hamma yoqqa tarqatib yuboringlar videolar. Bilasizlarmi bu nima degani? O'zbekiston millioner bo'lib ketadi. Ekonomikamizga qanchalik foydasi tegadi bu Jennifer Lopez konserti, bilasizlarmi? O'zbekiston millioner bo'lib ketadi. Gostinitsalar millionlar topadi. Ko'chadagi targovlilar million topadi. Bo'ldi, biz O'zbekiston ekonomikamiz rivojlanib ketadi Jennifer Lopez konsertidan keyin, bilasizlarmi? Tarqatib yuboringlar videolarni hamma yoqqa. Hozir organizatorlar stadionda tekshirishyapti, hozir videosini qo'yaman. Bosh! O'sha xursandman, odamlar proverka qilishyapti gostinitsani. Короче, duo qilib turinglar, stadionimiz o'ta qizarganini qaranglar. Voy, shunaqa xursandman. O'zbekiston uchun shunaqa xursandman. Voy!